Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi pulugimiz tayyor bo'ldi. Bu pulugimiz 3 korpusli bo'ldi. Lemixlari, atvallari, polovoy doskalari hammasi rossiyskidan bo'ldi, rossiyskidan. Mini traktor uchun tayyorlangan pulug. 3 korpusli. Hozir joy-joy qo'yib, chiroyli qilib mahkamdan qatirib qo'ydik. Mini traktor uchun bemalol ulab ishlataverasizlar. Mana bu joyda razmerlari bor. Chuqurroq haydasalaring, mana bu teshikka solasizlar, sayozroq haydasalaring, mana bu teshikka solasizlar. O'zlaringning vaziyatlaringdan kelib chiqib haydaverasizlar. Kimga qanday puluk, pirsep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerimizda aytib o'tamiz: 99lik 970 2204, 93lik 701 2204. Pulugimizda ramalarni, materiallari, qalinliklarini ko'ringlar. Qalinliklari ham juda ham bir qalin materiallardan. Mana joylari ham qalin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani yemaslar. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.